Kecha qo'ygan reelsdagi bu xabar keng muhokamalarga sabab bo'ldi. Bu xabar bilan biz Nestle firmasini yomon yoki sifatsiz deb baholamoqchi emasmiz. Va sizga Nestle kashasidan voz keching deb ham aytganimiz yo'q. Aynan mana shu suratda ko'rsatilgan seriya raqamlari bor kashalarni qaytarib olib borib bersangiz, kashani olib qolib sizni pulingizni qaytarishar ekan. Vahima qilyapsiz, bu xabar yolg'on deyotganlarga mana kommentariyada tirik isbotlar. Agar kimnidir bolasi kasal bo'lmagan bo'lsa, bu kommentariyaga kirib olib yolg'on ma'lumot tarqatmanglar, hech kim bolasi zaharlangani yo'q deyishingizga asos bo'la olmaydi. Va bu ma'lumot orqali biz Nestledan butunlay voz keching demoqchi emasmiz. Aynan mana shu seriyalar bo'lgan narsani bolangizga bermang, qolgan kashalarni bemalol olib berishingiz mumkin. Qaytarib aytib o'taman, agar sizni bolangizda kasallik bo'lmagan bo'lsa yoki boshqa seriyani berayotgan bo'lsangiz, iltimos boshqa onalarni fitnaga solib hech narsa qilmadi, beravering, vahima qilishyapti degan narsalarni maslahat berib o'tirmang, chunki juda ko'p onalar даже kasalxonaga tushib qolishganligi haqida xabar berishyapti. Taqiqlangan seriyadagi nan simesini уже biz bitta bankasini tugatib, ikkinchi bankasiga ham o'tgandik. Farzandiga nan simesini beradigan barcha onalar xavotirda deb o'ylayman, sababi o'zim ham xavotirdaman va tezda farzandimni berayotgan simeslarimizni orqasiga qaradik va taqiqlangan seriyada ikkita banka уже ichib olganini bildik. Ya'ni taqiqlangan seriyadagi nan simesi. Qanaqadir serulit degan toksin miqdori ko'payib ketib, yoki shunaqa narsa qo'shilib qolganligi uchun hozirda farzandlarimizga juda ham xavfli ekan. Lekin уже mana farzandim aytib o'tganimdek bitta bankani tugatib, ikkinchi bankasiga ham o'tgandi, lekin hech qanaqa o'zgarishlar bo'lmadi. Agar farzandingizda qayd qilish, ichki ketish va undan tashqari qoronliqlar bo'lsa, albatta nan simesidan foydalanayotgan bo'lsangiz, ana shular ta'sir qilayotgan bo'lishi ham mumkin. Mana farzandim sog'lig'ini o'ylagan holda simesini o'zgartirishga qaror qildik va 11 oylik farzandim uchun qanaqangi simes tushishini kommentariyada yozib ketishinglarni so'rab qolgan bo'lardim. Assalomu alaykum Nestle o'z kanalimizning aziz kuzatuvchilari hamda xaridorlarimiz. Ko'p sonli xaridorlarimizdan mish-mishlarga eshitib, nanni bermaylikmi farzandimizga yoki ichirmaylikmi, qaytarib olib boraylikmi degan vajlar bilan telefon qilib bizlarga murojaat qilishyapti. Sizlarga nan mahsulotlarini qaysi biri yaroqsiz ekanligini, tan olganligini va ularni qaytarib olish to'g'risida mana bunday ro'yxat berganligini firma kompaniya tomonidan, Nestle kompaniyasi tomonidan sizlarga tushuntirib beramiz. Yaqinroq olib keling. Nan mahsulotlarining nomlari ko'rsatilgan, grammlari ko'rsatilgan va bu yerda ishlab chiqarilgan sanalari ko'rsatilgan. Mana shu ro'yxatda bo'lgan tovarlarni biz qaytarib olamiz. Mana misol uchun sizga tushuntiraman. 25-iyulda ishlab chiqarilgan, 25-iyulning 2027-siga qadar muddatlisi nan 2 ning 8 grammlik pozitsiyasi qaytarib olinishi haqida xat berilgan. Mana ro'yxatimizda bor. Nan 2 ning 8 grammlisi va 25-iyul 2025-yilda chiqqan sanaligi. Mana shunday mahsulotlar agar qo'lingizda bo'lsa, farzandingizga bermasdan bizlarga olib kelsangiz, bizlar sizlarga yaxshi deb tan olingan nanni o'rniga almashtirib beramiz. Va bu tovarlarni bermasligingizni tavsiya qilamiz. Qolgan barcha tovarlar mana bu ro'yxatda bo'lmagan. Ro'yxatni yaqinlashtir. Ro'yxatda ko'rsatilmagan tovarlar sizning qo'lingizda bo'lsa va boshqa Nestle'ning mahsulotlari, Nestle'ning kashalari bo'lishi mumkin, bemalol farzandingizga bersangiz bo'ladi. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Salomat bo'linglar. Hammaga assalomu alaykum. Ko'plar qo'ygan storiesimni tushunmabdi. Ko'plar so'rashdi, qanaqa qilib partiya raqamini bilsa bo'ladi. Любой bankali kasheda agar o'shanga to'g'ri kelsa, orqasida mana shu yerda yozilgan bo'ladi partiya raqami и data производства. Agar partiya to'g'ri kelgan bo'lsa, bu smissiya hozircha bolalarga emas. Faqat shu 5 ta kashada xolos, boshqa kashalarga umuman aloqasi yo'q. Assalomu alaykum qizlar, hammaga xayrli kun. Bugun ertalab bitta videoga ko'zim tushdi, sizlar ham bitta ko'ringlar. O'zbekistonda do'konlardan Nestle bolalar ovqati xavfli toksin sabab olib tashlanmoqda. Shu nan sotuvdan olinyapti ekan, qanaqadir kimyoviy vosita chiqibdi qizlar. Menga ham vrach juda ham ko'p aytdi, ko'pchiligi aytdi, kashangizni almashtiring deb. Menga o'xshab yosh bolasi bor onajonlar juda ham ko'p. Bolajonimni kolika bo'lib, qorni og'riyapti. Sizlar bolalaringga qanaqa kasha berasizlar? Iltimos kommentariyada yozib ketinglar. Oldindan hammaga rahmat. Qizlar, sizlar ham mana shu shok xabarda eshitdinglarmi? Nestle kashalarining ayrimlarida tekshirishganda zaharli modda aniqlanibdi. Ko'pchilikning bolasi mana shu kashani ichib kasal bo'lib qolyapti ekan. Agar siz ham yaqin orada kasha olgan bo'lsangiz va kashangiz korobkasi bo'lsa, orqasiga qarab ko'ring. Agar mana shunaqa seriya raqamlari bo'ladigan bo'lsa, kashangiz orqasida olgan joyingizga olib borib qaytarib bersangiz, sizdan qaytib olib pulingizni qaytarib berishar ekan. Bu ma'lumot yolg'on emas, rasmiy xabarlarda ham tasdiqlanib bo'ldi. Siz beradigan tanishinglarga zudlik bilan bu videolarni jo'natib qo'yinglar, bolasi zaharlanib qolmasin. Necha yillardan buyon ishonchni oqlab kelayotgan firma bo'lgani uchun men shokda qoldim. Bu voqea haqida sizning fikringiz qanaqa? Izohlarda yozib qoldiring.
Tezkor xabar onajonlar, agarda sizni bolangiz Nestle, Nan, Alfare kabi firmalarning smesini ichayotgan bo'lsa, hoziroq qo'lingizga bu smeslarni olib, ularni ishlab chiqarish muddatiga e'tibor bering. Nestle kompaniyasini rasmiy xabariga ko'ra, 2025-yilning 15-aprelidan 27-noyabrga qadar ishlab chiqarilgan quyidagi smeslarda serulit toksin aniqlangan. Bu toksin organizmda o'tkir ichak infeksiyalarini kartinasini keltirib chiqaradi, ya'ni qusish, kuchli ich ketish va suvsizlanish belgilari. Bilasizlar, 1 yoshgacha bo'lgan bolalarda bu shikoyatlar og'ir suvsizlanishga olib keladi va hatto komagacha olib kelishi mumkin. Shuning uchun ehtiyot bo'lamiz va bu videoni bolalarga xuddi shu smeslarni berayotgan onajonlarga jo'natib qo'yamiz. Kommentariyada sizni bolangiz qanaqa smes qabul qilayotganini yozib o'tib keting. Men esa opisaniyada sizlar uchun qaysi smeslar va qaysi shtrix kod asosida chiqayotganini sizga shablon qilib yozib qoldiraman. Obuna bo'ling. Nestle kompaniyasining nan mahsulotlari haqida juda ko'p savollar berilyapti. Shu savollarga qisqa javob berib ketmoqchiman. Hozirgi vaqtda Nestle kompaniyasi bolalar uchun maxsus ishlab chiqilayotgan oziq-ovqatlarning maxsus seriyalarini qaytarib olish qarorini e'lon qildi. Kompaniya ma'lum qiladiki, oziq mahsulotlarining ayrim moddalari, ya'ni arxidon, serulit degan moddasi bolalarda zaharlanishni keltirib chiqarishi mumkin. Shu sababli Nestle kompaniyasi nan mahsulotlarining ba'zi bir seriyalarini bozordan umuman olib chiqarmoqda. Bu rekord faqat O'zbekistonda emas, dunyoning barcha mamlakatlarida o'tkazilmoqda. Bu toksin bola iste'mol qilganda bolada qayd qilish, ko'ngil aynishi, ich ketishi, zaharlanish belgilari paydo bo'lishi mumkin. Agar sizda Nestle ozuqasi bo'lsa, ushbu rekord ro'yxatidagi seriyalarga to'g'ri kelsa, darhol mahsulotni qaytaring. Ushbu rekord ro'yxatiga kiruvchi seriya raqamlarini esa men izohlarda qoldiraman. Agarda bolangizda sog'lig'i bilan bog'liq bo'lgan shubhali belgilar kuzatilsa, darhol shifokorga murojaat qiling. Menga bir ikkita videolar jo'natishgandi. Men bu videolarga e'tibor bermagandim. Bugun ertalab turib qarasam, polni Instagramda shu temadagi videolar tarqab ketgan. Gap nima haqida? Gap Nestlening smeslari haqida. Menda egizaklarim o'zi asosan Nestegen ichardi. Menda 1 oy oldin shunaqa vaziyat bo'ldi. Nestegenni katta 1 kiloligini bozordagi do'konlardan oldim. Va shunaqa vaziyat bo'ldi. Har doim o'zi ichib ko'rardim, bu safargisida ichmadim. Shu sababli egizaklarim bittasiga berib ko'rganimda u отказ qildi. Ichmay qo'ydi. Nimaga ichmayapti deb qayd qilib boshladi, ich keta boshladi. Nimaga bunaqa bo'lyapti deb ichib ko'rsam, qanaqadir rezinoviy ta'm keldi. Keyin do'konga qaytarib bordim. Do'kondagilar qaytarib olmaymiz biza deyishdi. Nestle'ni o'ziga yozdim. Nestle'dagilar aytishdiki, bizada har doim standart asosida hamma mahsulotlar qo'shiladi, bizda xato bo'lishi mumkin emas dedi. Keyin aytdiki, ular saqlashga e'tibor bermagan, do'kondagilar yoki skladdagilar saqlashga e'tibor bermagan bo'lishi mumkin dedi. Do'konga qaytarib bordim va do'kondagilar bu gaplarni eshitib, menga boshqa yangisiga almashtirib berishdi. Unda yaxshi chiqqandi, ichib boshlagan. Lekin egizaklarim ikkinchisi baribir ichmadi. Shunda nanga o'tdim. Nan bera boshladim. Nanda bu birinchi bankasini o'zi tugatdi u, ichdi birinchi bankasini. Ikkinchi bankasiga kelganda xuddi shu videolar tarqab boshladi. Men bilmadim endi qaysi kashaga almashtiraman bilmadim. Boshqa kashaga o'tamiz shekilli. E'tiborli bo'laylik bolajonlarimizga. Chaqaloqchalarga smes ichirayotgan onalar, gapimni juda ham diqqat bilan eshitinglar. Hozir menimcha ko'rdinglar, internetda juda ham tarqab ketdi mana shu Nestle firmasining kashalarida serulit degan zaharli toksin topilyapti. Alomatlari qanaqa bo'ladi? Farzandlaringizda juda ham kuchli qusish paydo bo'ladi. Ichagida og'riq kuchli bo'ladi, kuchanib, yig'la boshlaydi. Kommentariyada mana shu toksin topilgan seriyalarini men sizlarga raqamlarini qoldiraman. Uni mana shu bankani tagida ishlab chiqarilgan sanani tepasida yozilgan bo'ladi. Shu bilan solishtirib ko'ringlar. Chunki mana shu kashani ichirganimdan keyin men o'zimni qizimda ham xuddi shunaqa belgilarni kuzatdim. Roddomdan chiqqanimizdan keyin Nutribank kashasini ichardi. Men nanga o'tkazmoqchi bo'ldim. Nanni berganimdan keyin juda ham rezki qusib boshladi. Shuni fontan qusa ichida. Ichi juda ham kuchanib og'ir ichida bormagan doktorimiz qolmadi. Oxiri men shu kasha almashtirganimdan keyin o'ziga holatiga qaytdi. Shuning uchun juda ham ehtiyot bo'linglar.
O'zbekiston do'konlaridan Nestle bolalar bo'tqalari xavfli toksin sabab olib tashlanmoqda. Kompaniya ehtiyot choralari sifatida ayrim mahsulotlarni savdodan olib tashlanmoqda. Qaytarib olish Nan OptiPro'ning ayrim partiyalariga tegishli. Sabab tarkibiy qismlardan birida tashqi yetkazib beruvchidan olinadigan arxidon kislotasi siriyotli toksini bo'lish ehtimoli bor. Smaslarni ichgan bolajonlarda ichki tish va ko'ngil aynish holatlari kuzatilmoqda. Qozog'iston hamda Rossiya savdo do'konlarida ham aynan shu sabab bilan Nan va Nestagen smaslari savdo do'konlaridan olib tashlangan edi. Rasman ommaviy axborot vositalarida ma'lumotlar e'lon qilingan. O'zbekistonda ham ayrim ijtimoiy tarmoqlar hamda internet saytlarida bu haqda ma'lumotlar chiqmoqda. Sun'iy sutdagi onajonlarim, aynan nan smesdagi onajonlarim, nan smeslarini ba'zi bir partiyalarida hozirda sirulit toksini topildi va chaqaloqlarning umri uchun xavfli bo'lgan toksin topildi. Hamma partiyasida emas, ba'zi bir partiyasida va bu partiyalarda hozir aynan firmani o'zi magazinlarda turmasin, sotilmasin, sotuvga mumkin emas, o'zimiz qayta chaqirib olib, unичтожение, ya'ni yo'q qilishimiz kerak bo'lgan partiya deb hozirda qayta chaqirib olishyapti va tez kunda inshaalloh magazinlar bu partiyadan polностью tozalanadi. Lekin qo'limda turgan partiyadagi smes aynan mana shu toksin bor smesdan va men buni bugun xarid qildim onajonlarim. Shuni aytib qo'yish uchun chaqalog'ingizni umri, sog'ligi, hayoti o'zingizni qo'lingizda-da. Hozir, конечно, firma qaytaryapti bu narsani, lekin firma qaytarib olguncha ham siz partiyasiga smeslarni qarab keyin oling. Partiyasini mana shu yerda ham qoldiraman. Bundan tashqari описаниyaga ham tushunmagan onajonlar uchun tushunarli qilib yozib qo'yaman. Nan OptiPro 1, Nan OptiPro 2, Nan kislomolочный, bundan tashqari lechebniy nandan hozircha mana shu toksinlar topildi. Lekin boshqa turdagi smes berayotgan onajonlarimiz ham ehtiyotkorlik bilan berishingizni tavsiya qilaman. Va shu haqida aytib o'tmoqchiman. Nima uchun eng ideal ozuqa bu ona sutida? Agar imkoni bo'lsa, chaqalog'ingiz albatta ona sutini katta qiling. Imkoni bo'lsa, sutingiz kamroq bo'lsa, uni ko'paytiring. To'g'ri, emizolmayotgan bo'lsangiz, buni ustida ishlang. Lekin ona suti eng mukammal ozuqa va unda siz 100% o'zingizga uvering bo'lasiz, что chaqalog'ingiz toksin tufayli og'rib qolmaydi. Chunki uni kimdir ishlab chiqarmaydi. U ona tomonidan Alloh tomonidan onaga beriladigan mukammal sut, ne'mat hisoblanadi, mukammal ozuqa hisoblanadi. Bu esa inson qo'li tarafidan yaratilgan baribir sun'iy sut va bunda mana shunaqa narsalar bo'lishi mumkin. Albatta, ona suti kamligida yoki qanaqadir muammo bo'lganda bu ideal yechim. Mana shunaqa ba'zida yomon toksinlar ham chiqib qolishi mumkin. E'tiborli bo'lamiz.